Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abdurahim Shukurjon. Sport faoliyatimni 2011-yildan boshlaganman. Qo'l jangi sport turidan boshlaganman. 2022-yildan esa professional MMA sport yo'nalishiga o'tdim. Bunda menga Muzaffar aka katta imkoniyat berdi. 2022-yilda mana MMA da boshladim urushishni. Bu yerda ATF ligasida bilan shartnomasi o'shanda 5 ta jangga shartnoma tuzdik, 5 ta bo'yda o'tkazdik. Xudo xolasa barini muddatdan oldin g'alaba qozondim. Muzaffar akaga ham rahmat, menga shuncha imkoniyatlar qilib berganiga. Mana oxirgi bo'yda kamarga jang qilib berdi. Islom Boltayev bilan urushdik. Ikkalamiz ham zo'r bo'y ko'rsatdik. Muxlislar ham bizni jangimizga ko'rib xursand bo'ldi. Dastoyniy bo'y ko'rsatdik ikkalamiz ham. Kamarni qo'lga kiritdi Islom Boltayev tutib, xudo xohlasa, Jasur akam yangi liga ochdi, Mangu ligasi. Bizni ham shu ligaga taklif qildi. Mana shartnoma imzoladik Jasur akam bilan. Xudo xohlasa bu ligada kuchli bayslar urushadi, haqiqiy bayslar urushadi, mediniy bayslar bo'lmaydi. Bizga berilyapti saperniklar ham oddiy bayslar bas, kuchli bayslar bergan. Mening ham sapernikim masalan 3-0 rekord yutkazmagan bays. Hammaga ham shunaqa kuchli saperniklar bergan. Kim yaxshi tayyorgarlik qilgan bo'lsa, o'sha odam yutadi. Shunga yarasha mehnatiga yarasha g'alaba qozonadi. Xudo xohlasa shunga yarasha biz qattiq tayyorgarlik olib boryapmiz Samatda zborniy jamoa bilan. Xudo xohlasa hammamiz chiroyli g'alaba qilib, O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarishga harakat qilamiz. Hozirda ko'p muxlislar bizni Islom Boltayev bilan revanshimizni so'rashyapti. Bu internetda o'sha Instagram platformasi hozir ko'pchilik yozishyapti. O'zimga ham ko'pchilik aloqaga chiqyapti. Lekin hozir meni maqsadim boshqa. Hozir revanshga bas Islom Boltayev ham bir 2-3 ta urushsin. Xudo xohlasa agar dastoyniy bo'lib tursa, nasib urushsa, ikkalamiz ham keyingi safar revansh ko'rishimiz mumkin. Bir 2 ta bo'ylardan keyin. Xudo xohlasa. Lekin bizning maqsadimiz boshqa. Mangu ligasidan orqali UFC'ga harakat qilish. 7-fevral Xumorini hammangizni kutib qolamiz. Xudo xohlasa Farg'ona vodiy hammangizni qo'llab-quvvatlashni so'rab qolaman.